Imkoniyatlarni qo'ldan boy bermang. Yig'ilish boshlanay deb turganda yetib bordik. U yerdagilar intizorlik bilan Abdullohni kutib turgan ekan. Ortiqcha rasm-rusumlarsiz tezda suhbat boshlandi. Hamma o'z ishlari, hosil qilgan ko'nikmalari, yutuqlari va kamchiliklari haqida gapirdi. Kamina bir necha bor sarmoya kiritib zarar qildim, deya kuyinib so'zladi yig'ilganlardan biri. Har safar yangi tijoratga pul kiritdim, ammo kutganimdek foyda bo'lmadi. Hatto zarar ko'rdim. Sababini bilolmayapman. Sheriklar ham yaxshi ishladi, ammo men ishga vaqt ajrata olmadim. Bozorni tahlil qila olmadim. Ishlarim ko'pligidan o'z savdo do'konimdagi hisob-kitoblar sabab kutilgandek foyda bo'lmagani yoki ko'rilgan zarar haqida xabar keltirgandagina ular bilan suhbatlasha olmadim. Bugun shu masalaga yechim topish uchun hazratni kutayotgan edim. Menda ro'zg'orda kamchilik ko'pligi va yo'qchilikdan chiqish maqsadida ko'p ishlashimga to'g'ri kelgani uchun sarmoya u yoqda tursin, hatto pul jamg'arishga qiynalyapman, deya so'z oldi boshqa kishi. Bo'lmasa, kamina bilan baravar mehnat qiladiganlarning hayoti menikiga qaraganda to'kis. Farzandlariga ham ko'proq vaqt ajratadi. Men esa yiqqan pullarimni qayerga sarmoya qilishga hayronman, dedi yana bir kishi atrofga bir qarab qo'yib. Kichik bir tijoratim bor. Daromadimning bir qismini doimiy jamg'araman. Ammo pullarimni biror tijoratga kiritishdan xavfsirayman. Ayniqsa hozir eshitganlarimdan so'ng bu hadigim yanada ortdi. Shu tariqa ko'pchilikning fikrlari va ayni damdagi hollari haqida eshitdik. Navbat do'stimga keldi. U vazmin, o'ktam ovozda so'zlay boshladi. Do'stlarim, azamatlarim, sizlarning tijoratning qaynoq bozorida shijoat bilan qaynayotganingiz bizni ko'p sevintirdi. Muammolaringizning yechimi juda oddiy. Avvalo, ixlos bilan Xudodan so'rab mehnat qilishingiz lozim. Shu bilan birga yana ba'zi maslahatlar borki, ularga amal qilsangiz, inshaalloh ko'p yaxshiliklarga erishasiz. Ko'p salovat ayting. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga, ahli baytiga, ashablari va ularga qiyomatgacha yaxshilik bilan ergashganlarga salovat aytsangiz, baxtli bandalardan bo'lasiz. Salovat aytadigan odam kambag'al bo'lib qolmaydi. Duolari tez ijobat bo'ladi. Ikki dunyoda ham saodatli bo'ladi. Muharram oyining Ashuro kunini hech o'tkazib yubormang. O'sha kuni ustoz, ota-onangiz, ahli oilangizga, yaqinlaringizga kengchilik qiling. Uyga bozorlik qiling, sovg'alar ulashing. Shunda yil davomida Allohim ham sizlarga ko'p nasiba beradi. Ro'zg'orda yetishmovchilik bo'lmaydi. Oilangizning yillik xarajatlarini Ashuro kunida ajratib qo'ying va u pullarga teginmang. Tijoratda har xil vaziyatlar bo'ladi. Pulsiz ham qolishingiz mumkin. Shunda oilangiz qiynalib qolmaydi. Oilangizning qiynalishi sizning sharafingizga nuqson yetkazadi. Oilasining och-to'qligidan xabardor bo'lish, ularni salohda, yaxshi ta'minlab, rohatda ushlash g'azotdan afzaldir. Saharlarda uxlamang. Boylikning eshiklari bomdodning azon vaqti bilan farz orasida ochiladi. Allohimga iltijo qilib, so'rashda doimiy bo'lsangiz, eng qisqa zamonda maqsadingizga yetasiz. Bo'ydoqlar uylaning, chunki boylikning butun yo'llari uylanishdan o'tadi. Bomdod va shomdan so'ng dangasalik, ojizlik, qo'rqoqlik, kambag'allik, boshqalarning ustingizdan g'alaba qozonishidan panoh so'rab duo qiling. Namozlarga e'tiborli bo'ling. Ayniqsa sunnat namozlarini o'tkazib yubormang. Shunda farzlaringiz mukammal bo'ladi. Sunnatlarni sababsiz o'qimaydigan yoki atay tashlab ketadiganlarda yaxshilik bo'lmaydi. Tushunmagan sohangizga agar ming jozibador bo'lsa ham, odamlar maqtab, ta'riflasa ham sarmoya kiritmang. Sarmoyani avvalo Allohim sizga foyda keltirib turgan ishingizga kiriting. Uni rivojlantiring, kengaytiring. Unga ko'proq e'tibor bering. Undan so'nggina boshqa ishlarga sarmoya qiling. Siz bilan fikrlari o'xshash bo'lmagan insonlarni sherik tutmang. Chunki doimiy rivojlanish, o'z ustida ishlash muhim.
izlanishni istamaydiganlar esa oyog'ingizdan tortadi xolos. O'zingiz boshlagan va yurib turgan ishlaringizga odam yollang. Ammo kimnidir ma'lum foizga sherik qilib olmang. Chunki ishning boshida bo'lmagan odam so'ngini ham tasavvur qila olmaydi. Tijoratning boshida yaxshi sherik tanlash yo'lning yarmini bosib o'tishga teng. Ya'ni avval boshdanoq siz foydadasiz degani. Arab, fors, turk tillarini puxta o'rganing. Bu ishingiz katta ilmlar va imkoniyatlar uchun yo'l ochadi. Boshqalardan kamida bir qadam oldinda yurasiz. Ko'p ovqat yemang. Ya'ni bir kunda 2 martadan ortiq ovqatlanmang. Shunda sog'lom, zehningiz o'tkir, shijoatli va qo'rqmas bo'lasiz. Ko'p taomlanadiganlar qo'rqoq bo'lib qoladi. Natijada imkoniyatlarni qo'ldan boy beradi. Hatto boshqalarga qullikka tushib qoladi. Agar butun xalq ko'p ovqat yeyishni odat qilsa, sog'lom hayotdan mahrum qolib, ishi tabiblarni izlash va davolanish bo'lib qoladi. Qorningiz juda ochgandagina taomlaning. Jang san'ati bilan doimiy shug'ullaning. Farzandlaringizga ham suzish, ot minish, kamon otish va qilichbozlikni o'rgating. Yoshligidan chayir, mustahkam irodali bo'lib ulg'aysin. Shunda ilmda ham, ibodatda ham, ixtiroda ham birinchilardan bo'lasiz. Natijada butun dunyo yangiliklarni musulmonlardan kutadi. Yolg'on gapirmang. Biror masalada kelishmovchilik kelib chiqsa, o'tirib bafurcha muammoni hal qiling va undan so'ng uni unutib avvalgidek yashang. Sherikchilikni bekor qilishda ham shunday yo'l tuting. Adovat va araz saqlamang. Bir-biringizdan yordamni to'xtatmang. Aks holda boshqalardan ortda ham qolasiz. Dushmanga yem ham bo'lasiz. Chunki dushmanlar payt boylab bizni mahv etish uchun uxlamaydi. Reja tuzadi. Ulardan g'ofil qolmang. Tadbirli bo'ling va ular maqsadlariga yeta olmasin. Sultonning yoki amaldorlarning odamiman deb yuradiganlardan ehtiyot bo'ling. Yaxshilab kuzating, surishtiring. Aksar holda ular o'zlari aytganlaridek bo'lib chiqmaydi. Chunki sultonning yoki amaldorning odami bu tanishlikni arzonga sotmaydi. Shuning uchun ulardan ehtiyot bo'ling. Ishlaringizni bitirib bermoqchi bo'lsa, aslo rozi bo'lmang. Muammolaringizni ularga bildirmang. Ular bilan oshno bo'lmang. Har kuni kitob o'qing. Yaxshi kitob sizning rivojlanishingizga xizmat qiladi. Faylasuflarning asarlarini o'qimang. Adashib, shubhalarga tushib qolishingiz mumkin. Hatto diningizga nuqson yetadi. Bozorni doimiy tahlil qiling va sotadigan mahsulotingizni yaxshi tanlang. Odamlarning talablarini o'rganing. Ularning hayotini yengillashtiradigan ishlar qiling. Tijoratda o'rganganlaringizni boshqalarga ham o'rgating. Shunda jamiyatda o'sish bo'ladi. Eng kamida o'z oilalarini yaxshi ta'minlaydiganlar ko'payadi. Ilmingiz, tajribangizni vafot etmasingizdan oldin boshqalarga ulashing. Insonlar hatto boqiy dunyoga safar etganingizdan keyin ham sizni duo qilsin. O'rgatganlaringizni hayotlarida qo'llab foyda topsin. Ustozlaringiz, ota-onangiz, jigarlaringiz oilasiga ko'p e'tibor bering. Ma'lum darajaga yetib boy bo'lgach ham aslo harakatdan to'xtamang. Insonlarga o'rnak bo'ling. Ular uchun yangi yo'llar oching. Ularning intilishlariga ilhom bering. Sizga qarab, kuchli mo'minlik sari dadil odimlasinlar. Ishlaringizda maslahat qilishga odatlaning. Chunki kengash sunnatdir. O'zi bila turib maslahat qilgan odam butun odam. O'zi bilmasdan maslahat qilmaydigan odam na chala, na butun odam. Shuning uchun kengash muhim va kelib chiqishi mumkin bo'lgan ko'ngilsizliklarning oldi u bilan oldi olinadi. Muvaffaqiyat sari tezroq yaqinlashasiz. Biror kimdan yordam so'ramoqchi bo'lsangiz, shunga qodir va chindan yordam beradigan kishining oldiga boring. Chaqiriqlaringizni bee'tibor qoldiradigan, murojaatlaringizni jiddiy qabul qilmaydigan do'stlaringizga qayta-qayta iltimos qilmang. Chunki ularning holini bilmaysiz. Noo'rin ulardan ranjiganingiz qoladi. 1-2 murojaatdan so'ng ularni bezovta qilmang. Chunki bandadan so'rayversangiz yoqmaysiz. Allohimdan so'rayversangiz yoqasiz. Zikr va duolarda bardavom bo'ling.
ilmdan, izlanishdan, harakatdan aslo to'xtamang. Sizdan keyin keladiganlarning hayotini yengillashtiring. Avlodlar ajdodlarini faqat yaxshi sifatlar bilan yod etsin. Shubhalanavermang. Bu halovatingizni oladi. Natijada hatto namozlaringizda ham shu ishga mashg'ul bo'lib qolasiz. Ochiq ko'ngil, xushfe'l bo'ling. Odamlarga yordam bera olmasangiz, ularga zarar ham bermang. Jamiyatda paydo bo'ladigan har qanday illatlarga qarshi turing va sog'lom muhit tarafdori bo'ling. Ustoz, ota-ona, solihlar, olimlarning duosini olishga g'ayrat qiling. Shunda yo'lingiz doimo ochiq va duo sababidan mushkullaringiz oson kechadi. 1 tangani burchingiz sababli berishingiz 1000 tanga sadaqa qilishingizdan yaxshidir. Yig'ilganlarning hollari har tavsiyada bir o'zgarar. Xatolarni anglaganlarning afsusli bosh qimirlatishi ko'zga tashlansa, shunday tavsiyalar kerak bo'lib turganlarning quvonchi yuzidan sezilardi. Yana kimlardir qog'oz qoralar tezroq ishga kirishishga shay edi. Bu safargi yig'ilish haqiqatda boshqacha bo'lgandi. Unda kelajak avlod uchun ham o'zgarmas maslahatlar, amal qilsa aniq foyda topadigan tavsiyalar bor edi. O'sha lahzalarda na biz, na yig'ilganlar bu so'nggi uchrashuv ekanini bilmas, uning tajribalarga boy hayot darslaridan oxirgi bor ta'lim berib turgani xayolimizning bir uchidan ham kechmas, fikr yo'llarimizning biror burmasini chizmagan edi.